atrofingizda to'rtta o'zingizdan yuqorida bo'lgan biznes toifadagi insonlar bilan bo'lsangiz, siz o'shalarni jamiyatiga kirsangiz, siz albatta ularning 5-chisi bo'lasiz. Siz 4 ta ilmli insonning safida bo'lsangiz, 5-ilmli siz bo'lasiz. 4 ta olimpiya chempionlarning ichida bo'lsangiz, albatta siz ham o'shalar chempionda bo'lasiz. Sabab insonda 90% atrof muhit ta'sir qiladi, 10% oilasi ta'sir qiladi. O'shanga odam o'zini masalan kategoriyasidan ko'ra bir tepadagi, bir pog'ona tepadagi insonlar bilan bo'lish kerak. O'shanda o'ziga nisbatan yanada tepaga yurishim kerak, yanada izlanishim kerak, yana harakatlanishim kerak. Shularning safiga to'g'ri kelib olishim kerak desda, o'shanga qarab rivojlanish tempi o'zi boraveradi. O'zidan qoniqish hissi bo'lib qolmash kerak inson. Insonda tabiat shundaki, qachon o'zidan qoniqish hissini his qilib qolsa, unda o'sish tempi pasayib ketadi. O'shanga hamisha oldinga qarab, kutib turgan insonlar bilan birga hamrohligida, jamiyat ichida qarab yurish kerak. Maktabda o'qiganda erasizlar ham, o'g'lingiz 5-sinfmi? 5-sinflar bilan birga yursa bir xil o'sadi. Yo'q, o'g'lingiz 5-sinf u 7-sinflar bilan birga, 8-sinflar bilan birga o'ynab o'qiydigan bo'lsa, sheriklariga, o'zini o'rtoqlariga nisbatan o'sish tempi o'shanga qarab turib, o'sha 7-sinf, 8-sinfga qarab tafakkur qiladi. O'shanga qarab o'sha savollarni yecha biladi. O'shalarda qanday fikrlar biladi, ulardan ko'ra tez bo'ladi. Keyin odam birinchi navbatda agar o'zini o'zgartirishni xohlasa, ko'proq atrof muhitni o'zgartirish kerak. Atrof muhit ta'siri insonga juda ko'p bo'ladi. O'shanga ko'proq yaxshilarga hamroh bo'lish kerak. Albatta o'sha halollik va haromni ajratib turib, to'g'ri yo'lda yura bilish kerak.